Salomatmisizlar? Demak, biz keyingi savolni taqdim etyapmiz. Demografiyaga oid savol, ya'ni bu yerda Qozog'iston berilyapti. Tug'ilish, o'lim. Demak, Qozog'istondan ko'ryapmiz 23 kishi ekan o'lim. O'lim 8 kishi. 23 ni 8 ga ayirsak 15 kishi qoladi. Emigratsiya ketganlar demak 12 kishi, mamlakatga qaytib kirganlar esa 11 kishi. Demak, mamlakatda 12 kishi chiqib 11 kishi kirsa, demak bir kishi yo'qotyapti mamlakat. Demak 15 dan 1 ayiramiz 14 kishi. Demak bu yerda yozilgan har 1000 kishi hisobiga degan. Demak biz 1000 kishidan 14 kishi ko'payadi deymiz va biz mamlakat aholisi berilgan 18 million. 18 milliondan qancha kishi ko'payadi deb x qo'yamiz. Ya'ni x teng oson ishlash yo'li 1000 dan orqasini 3 ta 0, 18 million orqasini 3 ta 0 o'chiramizda 18 million orqasida 18 million 14 ga ko'paytiramiz do'stlar. Hozir jonli efirda ko'paytirib beramiz buni sizga. 18 mingni ko'paytiramiz 14 ga. Demak 252 mingga. Qozog'iston aholisi bir yilda o'rta hisobda 252 ming ko'payayotgan ko'rishimiz mumkin. Qolgan masalalar o'zlaringiz mustaqillikda siz biladi. Mana Qirg'izistonda, Turkmanistonda va Tojikistonda ko'proq like bosing, bizni qo'llab-quvvatlang. Tanishlaringizga bu videolarni tashlab qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.